Seni birodar boshingga tushgan narsa adashib boshqa yoqqa ketmaydi. Seni qo'lingga kelgan narsa adashib yana boshqa yoqqa ketmaydi. Ya'ni sen uchun yozib qo'yilgan narsa albatta senga keladi, senga yozilmagan narsa albatta senga kelmaydi. Agar mana shunday ishonch, e'tiqod qalbingda mustahkam o'rnashsa, tub-tubingga mana shu tushuncha o'rnashadigan bo'lsa, hayoting zo'r bo'lib qoladi. Musibatlar sen uchun Allohning hadiyasi bo'lib qoladi. Chunki gunohlaring kafforat bo'ladi o musibat bilan. Mehnatlar rohatga aylanib qoladi. Hodisalar esa mukofotga aylanadi. Inson dunyoda yashar ekan, ustiga yaxshi kun keladi, yomon kun keladi. Bu Allohning taqdiri. Astagfirullah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Albatta sizlarni sinaymiz deyapti Alloh taolo. Xavf va xatar bilan, qo'rquv bilan, ochlik bilan, moliylarga, joniylarga bir talofat yetkazishlik bilan, meva-chevalarni kamaytirishlik bilan imtihon qilamiz. Imtihon uchun keladi shu narsa yozilgan. Shunda alladina iza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Biror musibat kelganda, yozilgan musibat keldi, peshonasiga yozilgan musibat tushdi ustiga. Shunda albatta biz Allohning bandalarimiz va albatta Allohning huzuriga qaytamiz deydigan sobirlarga xush xabar bering.